Uchta eng qimmat narsa bor. Birinchisi bu sog'liq. Sog'liq bu bebaho. To'g'ri, odamlar hozir pul uchun sog'lig'ini ketqizyapti, lekin vaqti kelgandan keyin pul berib ham qaytarib bo'lmaydigan darajada qimmatbaho sog'liq hisoblanadi. Ikkinchisi bu azizlar, bu asab. Tim bo'li biznes egasi bo'ladigan bo'lsangiz, kasb egasi bo'ladigan bo'lsangiz, qilayotgan ishingizda asabingiz juda ham muhim. Azizlar, ozgina pauza oldik, istoriyalarda ko'rinmay qoldik, xabaringiz bor. Buning sababi Allohning izni bilan ozgina bemor bo'lib qoldik. Alhamdulillah, hozir yaxshi, hammasi zo'r, energichnik davom ettiramiz, istoriyadamiz. Va uchinchi eng qimmat narsa bu hozirgi kunda defitsit bo'lgan samimiylik. Siz samimiy insonni bilasizmi, uni ehtiyot qiling. Xudo xolasa bugun sizlar bilan qanaqa proyektlarni ustida ishlayapmiz, nima ishlar qilyapmiz va o'zimizni yutuqlarimiz va kamchiliklarimizni keyingi istoriyalarda bo'lishib boramiz.